Futbol bu shunday o'yinki, unda hammasi bir lahzada o'zgarishi mumkin. Ba'zida esa bir almashtirish bilan. Bugundan boshlab bizda top 5 emas, endi top 10, ya'ni har bir mavzuga chuqurroq kiramiz va bizda yangi mavzu top 10 zaxiradan maydonga tushib, o'yin taqdirini hal qilgan futbolchilar. Qiziq video. Sizlar like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuhrat Setanta Sports O'zbekiston kanali tayyor bo'lsanglar, boshladik. 10-o'rin darhol Ibragimovich bilan boshlaymiz va Los Angeles Galaxy'dagi debyut o'yini, zaxiradan tushib hal qilgan o'yini. 2018-yili Los Angeles derbisi. Galaxy 3-1 hisobida yutqazayotgan edi. 71-daqiqada Zlatan zaxiradan maydonga tushdi. Ma'lumot uchun bu o'yin Zlatan uchun juda muhim edi. Chunki Manchester United'dagi jarohatidan keyin Yevropani tark etishga majbur bo'lgan va MLS ga o'tib, debyut o'yini shunaqa derbiga to'g'ri kelgan. 6 daqiqa o'tadi. 40 metrdan ajoyib gol. So'ngra qo'shib berilgan daqiqalarda g'alaba golini boshi bilan kiritadi. Va hammasi Ibragimovich uslubida bo'lgan, ya'ni shov-shuvli, kuchli va ta'sirli. 9-o'rin Tim Krul va zaxiradan maydonga tushib, natija ko'rsatgan darvozabon. 2014-yilgi Jahon chempionati chorak finalida Niderlandiya va Kosta-Rika to'qnash kelishdi. Butun o'yin davomida oltin davri bo'lgan Niderlandiya hujum qilishdi. Lekin yoki endi ochilgan Keylor Navas qaytaradi, yo himoyachilar, yo darvoza to'sqini gol bo'lishga yo'l qo'ymaydi. Asosiy 90 daqiqa va extra time 0-0 hisobi bilan yakunlandi. Navbat penaltilar seriyasiga. Shunda Louis van Gaal kutilmaganda qaror qabul qiladi. 120-daqiqada asosiy darvozabon Jasper Cillesenni olib, o'rniga Tim Krulni tushirdi. Bu katta risk edi, lekin o'z samarasini berdi. Krul penaltilar seriyasida 2 ta zarbani qaytaradi. Ma'lumot uchun shu paytgacha klub faoliyatida 12 ta penaltidan ham 2 tasini qaytargan edi. Jahon chempionati tarixida hech kim bunday almashtirish qilmagani meni qiziqtirmaydi. Krul qo'llari uzun bo'lgani uchun uni penaltilar seriyasiga tushirdik, deydi terma jamoa bosh murabbiyi Louis van Gaal. Vaholanki Niderlandiya yarim finalga chiqdi. Bu vaziyat esa futbol tarixidagi noodatiy, lekin muvaffaqiyatli almashtirishlardan biri bo'ldi. 8-o'rin xuddi Ibragimovich kabi Erling Haalandning debyut o'yinidagi qilgan ishlari. 2020-yil Bundesligaga qaytamiz. 2020-yil yanvar. Haaland Dortmund safidagi debyuti Augsburgga qarshi to'g'ri keladi. Borussia 2-1 hisobida ortda qolayotgan edi. 56-daqiqada yosh, endi ochilib kelayotgan Erling Haaland nomli hujumchi maydonga tushadi va 23 daqiqada hat-trick qiladi. 59, 70 va 79 daqiqalarda gol urilgan. Dortmund 5-3 hisobida comeback qilib g'alaba qozonadi. Keyingi o'yinda ham 65 daqiqadan zaxiradan tushib, dubl qilishga ulgurgan. Bu ikkita o'yindan keyin butun dunyo tushunib yetganki, Erling Haaland bu shunchaki hujumchi emas, hali kelajagi porloq hujumchi. 7-o'rin Marcos Llorente va Liverpoolni 2019-yili bir o'zi Chempionlar Ligasidan chiqazib yuborgan vaziyati. 1-8 final javob o'yini Enfieldda. Birinchi o'yin Atletico 1-0 hisobida yutadi. Lekin 1 yil oldin Ispaniyada 3-0 ga Barselonaga yutqazib turib, Enfieldda 4-3 qilib ketgan Liverpool uchun bu qo'rqinchli hisob emas edi. Javob o'yini Liverpool hisobni tenglashtirdi. Umumiy hisob 1-1. 56-daqiqada Diego Costa o'rniga yarim himoyachi Marcos Llorente maydonga tushdi. Lekin darhol natija bermadi. 90 daqiqa tugadi, navbat extra time'ga. Qo'shimcha daqiqalar boshlandi va Liverpool yana hisobni ochdi. Roberto Firminodan gol va hisob endi 2-1. Lekin 97-daqiqada Adrian xatosidan foydalanib Llorente gol uradi va 105-daqiqada dubl. So'ng Morata 3-golni kiritadi va bunga ham Llorente assistentlik qiladi. Atletico 3-2 hisobida g'alaba qozondi va chorak finalga chiqdi. Llorente esa menimcha faoliyatidagi eng yaxshi uchrashuvni o'tkazib, qahramonga aylandi. 6-o'rin Eder va Fransiya terma jamoasi Euro 2016 final. Fransiya o'z uyida favorit bo'lgan finalda Portugaliya birinchi bo'limda Ronaldoni yo'qotdi. Fransiya tarkibida hamma prime'da Pogba, Dmitriy Payet, Griezmann. Bu yerda esa Portugaliyani finalga olib chiqqan Ronaldo birinchi bo'limning o'zida jarohat olmoqda. 79-daqiqada maydonga Eder ismli futbolchi tushadi. Ko'pchilik unga ishonmagan. Lekin aynan Eder 109-daqiqada gol urib, Portugaliyaga tarixidagi birinchi Yevro chempionligini olib keladi va Ronaldoni yaxshi ma'nodagi ko'z yoshlariga sababchi bo'lib qoladi. Gol esa albatta turnir tarixidagi eng kutilmagan.
lekin eng muhim golga aylanadi. 5-o'rin Wijnaldum va Barselonaga o'sha mashhur comeback. Birinchi o'yinda Liverpool 3-0 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Bu sobiq jamoasiga gol urgan Suaresdan tortib, jarima zarbasidan shedevr gol urgan Messi ishtirokidagi o'yin. Javob o'yini deyarli imkonsiz missiya. Yetmaganiga Salah va Firmino jarohat oladi. Bu degani trio yo'q. Mane, Salah, Firmino triosi yo'q. Ular o'rniga tushgan Origi hisobni tezda ochadi. 46-daqiqada esa Wijnaldum maydonga tushadi. 54 va 56-daqiqalarda ikkita tez gol uradi va hisob tenglashadi. So'ng o'sha Trentdan kutilmagan pas, Origidan 4-gol va 4-0 tarixiy comeback va final yo'llanmasi. Albatta barchasi Origi, Trent, Wijnaldum sababli, lekin bir narsani unutish kerak emas. Bularga nisbatan Wijnaldum zaxiradan maydonga tushib, natija ko'rsatgan. 4-o'rin Gareth Bale endi Liverpool ustidan g'alaba. 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finali. O'yin boshida Liverpool asosiy yulduzi Salahsiz qoladi. Jamoa darvozaboni Karius xatosidan foydalanib Benzema hisobni ochgan. Liverpool Salah bo'lmasa ham gol uradi. Hisobni tenglashtirib, o'yinni yaxshi boshqarayotgan edi. Hisob 1-1. 61-daqiqada esa Bale maydonga tushadi. 2 daqiqa yetarli. Marcelodan pas va afsonaviy qaychi uslubida gol uradi. Biroz o'tib uzoq masofadan ikkinchi gol, yana Kariusning xatosi tufayli 3-1. Real g'alaba qozonadi. 3-bor ketma-ket Chempionlar Ligasini yutadi. Bale bitta o'zi Real Madrid uchun Chempionlar Ligasini yutib bergan desam adashmaymiz. Lekin afsus shu bo'yi bunaqa Garethni boshqa Real Madrid safida ko'rmadik. 3-o'rin Mario Götze va bir dona goli bilan butun jahon chempionatini yutib bergan vaziyat. Jahon chempionati finali Maracana stadionida Germaniya va Argentina o'yini. Messi uchun terma jamoa safidagi birinchi katta final. Argentina qancha hujum qilsa ham yo omadi kelmagan, yo Neuer super seyflar qilgan. 88-daqiqa. O'sha paytda endi ochilayotgan Mario Götze Miroslav Klose o'rniga maydonga tushadi. Murabbiy Lyov unga shunday deydi: Messidan yaxshiroq ekanligingni ko'rsat. O'yin ekstra taymga boradi. 113-daqiqada Götze Shurleyning uzatmasini ko'kragi bilan qabul qiladi va zarba berib gol uradi. 1-0 va o'yin tugadi. Germaniya chempion. Götze esa faqatgina o'sha kuni, aynan faqatgina shu natija tufayli Messidan yaxshiroq bo'lib chiqadi. 2-o'rin. Bu o'yinni menimcha har bir muxlisimiz eslay olsa kerak, chunki yaqinda bo'lib o'tgan vaziyat. Chempionlar Ligasi, yarim final, Manchester Cityga qarshi Rodrigo. Real Madrid va Manchester City o'zi birinchi o'yini ham yongan. Gol ketidan gol, 4-3 City foydasiga. Javob o'yini yonishi aniq edi, lekin yosh bolakay zaxiradan maydonga tushib, bir o'zi hal qilib ketishi, comeback qilishi qiyin edi. Yana 2 daqiqada. Demak, javob uchrashuv. 1 soatcha hisob ochilmadi. 68-daqiqada Rodrigo maydonga tushmoqda, lekin City yana hisobni ochdi. 73-daqiqada Mahrezdan gol. 90-daqiqa hisob o'zgarmadi. Real hisob bo'yicha ortda qolmoqda va sekin turnir bilan xayrlashayotgan edi. Va aynan o'sha 90-daqiqa Benzemadan pas, Rodrigodan birinchi gol. 1 daqiqa o'tib, ya'ni 91-daqiqada Carvajaldan uzatma. Bo'yi 1.74 bo'lgan bolakay Rodrigo boshi bilan ketma-ket ikkinchi gol urmoqda. Umumiy hisob 5-5. O'yin qo'shimcha bo'limga o'tadi. U yerda esa Benzema penaltidan gol urib, Realni finalga olib chiqadi. O'zi o'sha mavsum Real play-offdan boshlab to finalgacha hamma o'yinda comeback qilgan PSG, Chelsea, Manchester City, lekin eng esda qolarlisi aynan Cityga qarshi Rodrigo urgan 2 gol hisoblanadi. Chunki zaxiradan tushib qilgan bu ishni. Birinchi o'rin Ole Gunnar Solskjaer va yo'q. Chempionlar Ligasi finalida Bavariyaga urgan goli emas. Vaholanki hozirgi Manchester Unitedning 40-50% muxlislari aynan shu o'yindan keyin jamoaga mehr qo'ygan. MU finalda 1-0 ga yutqazayotgan payti 2-1 qilib ketadi. Zaxiradan tushgan Sheringham va Solskjaerlarning gollaridan so'ng yetmaganiga 91 va 93-daqiqalarda. Bu afsonaviy final, afsonaviy o'yin va afsonaviy zaxiradan maydonga tushishlar. Lekin buni ko'pchilik bilsa kerak. Men esa har doim ko'pchilik bilmaganini birinchi o'ringa qo'ydim. Demak, aynan o'sha mavsum 6-fevral United Nottingham Forest mehmoni bo'ladi va 50-daqiqaga kelib hisob 4-1 United foydasiga. O'yin deyarli tugadi. Kim yutishi aniq, lekin menimcha Fergusonga 4 ta gol kamlik qilgan.
72-daqiqada Sulsher maydonga tushirilgan. Norvegiyalik hujumchi esa 14 daqiqada 4 ta gol urishga ulguradi. 80, 88, 91 va 90+4-daqiqalarda. Va bu APL tarixidagi eng tez urilgan poker, ya'ni 4 ta gol bo'lib qoldi va tarixga kirdi. Mana nega Sulsherni futbol tarixidagi eng yaxshi joker yoki inglizlar super sub deb nomlashadi. Futbolda deyarli hamma o'yinda har bir jamoa kamida bitta bo'lsa ham zaxiradan maydonga futbolchi tushiradi, lekin hamma futbolchilar ham natija ko'rsatavermaydi. Bu futbolchilar kutilmaganda tarixga kirgan. Siz yana qanaqa futbolchilarni bilasiz? Zaxiradan maydonga tushib, natija ko'rsatganlarni izohlarda fikringizni kutib qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sports O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.